Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tenzilul kitabi la rayba fihi min Rabbil alamin. Bu kitap, yani Kur'an'ın alemlerinin perverdigarı tarafından nazil kılınganlıkta hiç şek yoktur. Em yekulun iftarahu bel huvel hakku min rabbika litunzira qavmen ma atahum min nezir. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Müşriklar, Muhammed onu öz toqudi deydi. Hergiz undaq emas. Belki o senden ilgiri hiç qandaq bir peygamber kelmigen, bir kavimni hidayet tapsın deb, ularni agahlandırışın üçün, Perverdigarın tarafından kelgen hakikattir. Allahu'llezî halaqas-semâvâti vel-arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin thumma istawâ alel-arş. Thumma istawâ alel-arş mâ lekum min dûnihi min veliyyin ve lâ şefî'. أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Allah osmonlarni, zaminni ve ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday egi yo'q. Shafaat qilg'uvchimi yo'q. Buni fikr qilib iymon etmamsizlar? Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Allah osmondan zamingacha bo'lgan mahluqotning ishlarini idora qilib turdi. Ondan o ishlar uzunluqi sizlar sanovatgan 1000 yilda keladigan bir kunda Allohning dargohiga o'rlaydi. Zalika alimul g'aybi vesh-shahadatil azizur rahim. O Allah yo'shirinni va oshkorni bilguchidir, g'olibdir, bandalarga nihoyat mehribondir. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. O hamma narsani chiroyli, ya'ni hikmatiga muvofiq joyda yaratdi. Dastlabda insonni, ya'ni insonlarning otasi Odam alayhissalomni loydan yaratdi. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Ondan onun neslini arzimas suvning javhari, ya'ni manidin yaratdi. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ondan onu ravrus yartıp, onunla özüge mensup ruhunu kırgızdı. Yani canını kırgızdı. Yani sizler üçün kulaklarını, közlerini ve yüreklerini yarattı. Sizler az şükür kılısızlar. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. بل هم بلقاء ربهم كافرون. Ular yer astıda yo'qolgandan keyin, ya'ni gördü topuğa aylanıp ketgandan keyin rastla qayta yaratılamdık deydi. Belki o Parvardigorga muloqot bo'lishni inkor qilg'uchidir.
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Aytqinki, sizlarning jininglarni elishqa muvakkal qilingan farishta sizlarning jininglarni oladi. Ondan Parvardigoringlarning dargohiga qaytarilsizlar. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Agar sen gunohkorlarning Parvardigorining dargohida başlarını sangıltıp turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytidi: Parvardigorimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angldik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargin. Biz amdi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarimiz. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Agar biz xohlasak har bir kishiga albatta hidoyat beratdik. Lekin mening gunohkorlarni azoblashdan iborat hukmim bekib ketdi. Men cho'qim jinlar va insonlar, ya'ni ularning gunohkorlari hammasi bilan jahannamni to'ldirman. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Ahli dozaqqa yetiladi. Mushu kundagi uchrashishinglarni unutib qolganinglar uchun bu xo'rlig'uchi azobni tetinglar. Biz haqiqatan sizlarni unutdik. Qilmishinglar tufaylidan mangulik azobni tetinglar. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Bizning oyatlarimizga haqiqatan shundoq kishilar iymon etdiki, ularga shu oyatlar bilan vaz nasihat qilinsa, Allohning oyatlarini ulug'lash yuzasidan Allohga sajda qilgan holda yiqiladi. Parvardigoriga tasbih etdi, hamdu etdi. Ular Parvardigorining toat ibodatidan cho'ngchilik qilib bosh tortmaydi. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib oz uxlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qiladi. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ularning qilgan amallarga mukofot yuzidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qiladigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Mümin adam fasık adamga o'xshamdi. Ular oxiratlik savobda barobar emas. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlarga kelsak, ularning qarorgohi jannat bo'ladi. U ularning qilgan əməllərini mukofotlash yuzasidan ular uchun tayyorlangan joydir. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن
اخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Allah'ın itaatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytarildi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularning tavba qilish uchun biz ularga cho'qim eng cho'ng azobdan, ya'ni oxirat azobidan ilgari eng yaqinqi azob, ya'ni dunyo azobini tetitimiz. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Parvardigorning oyatlari bilan vaz nasihat qilingan, ondan uningdan yuz o'rgan odamdimi zolim odam bormi? Biz gunohkorlarni cho'qim jazolaymiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Şək şübhəsiz ki, biz Musağa kitap, yani Tevratni ata qıldık. Ey Muhammed! Sen Miraç keçisida, ya qiyomat günüdə Musağa mulaqat buluşdan şəklenmegin. Biz Tevratni İsrail avladıga yetekçi qıldık. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Ular külpetlerge savr qılgan, bizning oyatlarimizga jazman ishongan chaqda, ulardan bir qism kishilarni bizning amrimiz bilan to'g'ri yo'l ko'rsatadigan peshvolar qildik. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Senin Parvardigarın kıyamet günü ularning orasida ular ixtilof qilishgan diniy ishlar ustida albatta hukm chiqardi. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Ulardan ilgari o'tgan qanchilgan ummatlarni halok qilganligimizni ular bilmamdi. Ular, ya'ni Makkaliklar, ular, ya'ni halok bo'lganlarning yurtidan o'tib turdi. Buningda bizning qudratimizning cho'ngligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Ular anglamamdi. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. Ular görmemdi ki biz giyohsiz zaminga yağmur suyunu sürüp ilip kelimiz. Onun bilen ularning hayvanatları ve özleri yaydigan ziraatlarını öndürüp çıkarımız. Ular bunu görmemdi. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular, yani Mekke kuffarları mezkir kılış yüzsüdün, biz bilen sizlerinin aranglarda çıkarıldıgan bu hüküm kaçan amelga açıdı? Eğer sizler davayınlarda rastçıl bolsanlar, etip berinler deydi. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Etkin ki, hüküm çıkarılgan günde kapırlarının etkan imanının paydası bolmaydı. Ularga möhlet mi verilmeydi. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ. Sen onlardan yüz örgün, yani sözlerge perva kılıp ketmegin. Sen Allah'ın onlarga düşüdüğün azabını kütkin.
Ularmı haqiqatan sizlarga tushadigan narsalarni kutkuchilardir.